Vitamin B oilasidagi 8 xil a'zoni tafsiliy tushuntirib qo'yadi do'stlar. Ya'ni badanda qanday roli va kam bo'lgan vaqtda qanday alomatlar ko'rildi. Undan boshqa qanday mishta ismlari va degandek. Yesuen, yensuen deb olsanglar nima ekanligini bilmay qoldi ekansizlar. Amaliyotda hammasi shu vitamin B oilasiga tabi. Vitamin B1 yana bir ism bo'lsa Luansu. Bu badandagi biz yegan yemekliklarni energiyaga aylantirib berish jarayonida qatnashadi. Bu kam bo'lgan vaqtida mag'dursizlanish, ruhsizlanish, tushkunlashish, ishtaringlar yaxshi emas, undan boshqa qavziyat ahvollari bo'lishi mumkin. Vitamin B2 buning yana bir ismi bo'lsa Xixuangsu. Bu yuz teri muskullarimizniki bo'shab ketishni oldini olgan bilan birga qerishni kechiktirish roli bor. Bu kam bo'lganda og'zimizning ichiga pil chiqib qoladigan, chichimiz tushib ketadigan hamda jigarni may qoplab ketadigan ahvollar ko'rilishi mumkin. Vitamin B3 buning yana bir ismi bo'lsa Yansuan. Bu badanda qon ishlab chiqarishni ilgari surish roli bor. Bu kam bo'lganda tuyuqsizmish og'irliklar istiqolda tushib ketadigan, hazm qilish sistemalardan chataq chiqadigan hamda zihnlarni yig'olmaydigan uyqusiz mustaq alomatlar ko'rilishi mumkin. To'rtinchisi vitamin B5 buning yana bir ismi bo'lsa Fansuan. Bu badandagi may metabolizmni kontrol qilish roli bor. Bu kam bo'lganda badan mag'dursizlanish, oshqozon uchay bearam bo'lish, undan boshqa put-qo'l muskullaringlarda bir xil jon yo'q ahvollar ko'rilishi mumkin. Beshinchisi vitamin B6. Bu B-dosu deb ataladi. Uyqusizlik ko'p tush ko'radigan ahvollarga roli intayin yaxshi. Undan boshqa shu nerva sistemalarimizdagi har xil jiddiylashish, tushkunlashish, achchig'imiz keladigan, tashvishlanadigan mushtaq ahvollarni pasaytishga buning roli intayin yaxshi. Bu badanda kam bo'lganda terida har xil yallig'lar paydo bo'ladigan, undan boshqa immun kuchimiz tuvanlab ketadigan mushtaq ahvollar ko'rildi. Oltinchisi vitamin B7. Bu Shingusu deb ataladi. Badandagi qon bilan mayniki metabolizmga qatnashadigan muhim bir vitaminlarning birisi. Yettinchisi vitamin B9. Bu Yesuen deb ataladi. Ya'ni yo'pirmoq kislotasi. Bu homildorlarga hamda homilga intayin muhim bo'lgan oziqliklarning birisi. Bu kam bo'lgan vaqtida davomli beshinglar qiyib turadigan, ko'ngillar ilishadigan, ruhsiz, jonsiz alomatlar ko'rilishi mumkin. 8-incisi vitamin B12. Buning yana bir ismi bo'lsa Guansu. Bu shu qonni to'liqlashda bir qadar muhim bo'lgan vitaminlarning birisi. Qon oz, go'sht yemaydigan do'stlar bo'lsa qo'shimcha qilib to'liqlab bersanlar bo'ldi. Lekin vitamin B oilasiga bir qadar muhim, roli intayin muhim bo'lgan vitaminlarning birisi. Uning ustiga oson xo'raydigan vitaminlar bo'libmi shu aroq ichadigan do'stlarga. Shunga buni qo'shimcha qilib homildorlar, lekin yashanganlar immun kuchi tuvanla. Andikin xizmat turmush bismi intayin ig'ir bo'lgan do'stlar, davomli jabar ishlaydigan, uyqusi yaxshi bo'lmagan, nerva ya'ni intayin ishtik tashvishlanadigan, achchiq keladigan do'stlar olib qolsa, vitamin B oilasiini qo'shimcha qilib to'liqlab bersanlar bo'ldi. Buni atiganda ichsak badanga sumirilishi bir qadar yaxshi. Lekin bu suv eriydigan vitamin bo'lganligi uchun badanga sumirilgan qismdan ko'pincha qismi kichik tartanglar bilan sirtqi chiqadi. Mush vitamin B oilasidan to'liqlagan vaqtlarda kichik tartanglar balkim qiyniq holatga seriq rangda kelishi mumkin. Bundan bak ansirab ketmasanglar bo'ldi do'stlar. Shunga mushna o'xshash bilginlar va mazmunni inkas rayini yozib qoldirib qo'ysanglar, men hammasini tafsiliy ko'rib bir-birlab yo'llab berman. Qatmagan do'stlar bo'lsa qetib budaq mazmunini diqqat qilib turinglar, jiqroq do'stlarga avatib qo'yinglar, foydalanib qolsin. 记得点赞关注哦。